Xo'p, boshladik. Zaynab bormi? Qanot va Zaynab. Bormadi ustoz. Mhm. Hop. Bugungi kunda ko'plab yoshlar o'z mamlakatidan uzoqda chet elda ishlashni afzal ko'ryapti. Bu tendensiyaning sabablari turli. Kimdir yuqori maosh va yaxshi ish sharoitini qidiradi, kimdir zamonaviy texnologiya, tajribaga ega bo'lishni o'taydi. Xato. Men sizga o'sha kuni ham aytdim. Kirish qismiga hech narsa bo'yicha fakt bermang. Aha. Siz fakt beryapsiz. Kimdir texnologiyalar va tajribaga ega bo'ladi deyapsiz, chet elda deyapsiz. Kimdir turli tendensiya va yuqori maosh, yaxshi ish o'rinlarini qidiradi deyapsiz. Siz o'sha fakt berib qo'yyapsiz-da. Chet elda ishlasa nima bo'lishi, qanaqa maqsadda foydalanish kerakligini. Bu faktni asosiy qismga berishingiz kerak. Va bugungi kunda ko'plab yoshlar chet elda ishlashni o'z mamlakatidan afzal ko'rmoqda. Hozirgi rivojlanib borayotgan mamlakatimizda ayrim insonlar yoki ayrim yurtdoshlarimiz qatorida ko'proq yoshlar chet elda ishlashni afzal ko'rishadi. Ayrim holatlarda esa chet elda faoliyat yuritishni o'z mamlakatidan ko'ra ko'proq oldinroqqa olib chiqishadi. Shunaqaroq deb aytishingiz kerak, ma'lumot bermasligingiz kerak. Chet elda ishlash yoshlarga ko'plab imkoniyatlar beradi. Birinchidan, ular yuqori maosh va ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, statistikaga ko'ra, chet elda ishlaydigan mutaxassislar o'z vatanlaridagi hamkasblariga nisbatan 52-64% ko'proq daromad oladi. Ikkinchidan, yangi ish muhiti va zamonaviy texnologiya ularning professional salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq buning ba'zi salbiy tomonlari ham bor. Yoshlar oila va do'stlaridan uzoqda bo'lishadi. Yangi muhitda adaptatsiya qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuningdek, ba'zida mahalliy madaniyat va qonun-qoidalarga moslashishda qiyinchiliklar ham yuzaga keladi. Shaxsiy fikrim, chet elda ishlash yoshlar uchun katta imkoniyat, lekin ular bu qarorni olib borishdan oldin barcha omillarni hisobga olish kerak. Mana shu netto'roq bo'lib qo'ygan gaping ozroq. Shaxsiy fikrim, chet elda ishlash yoshlar uchun katta imkoniyat, lekin ular bu qarorni olib borishdan oldin nima haqida gap ketyapti bu yerda? Shog'ini bitta to'g'rilab qani Zaynab menga. Qanaqa to'g'rilayman endi? Bilmayman, nima tushunding shu gaping haqida, nima demoqchisan? Shaxsiy fikrim, chet elda ishlash yoshlar uchun katta imkoniyat, lekin ular bu qarorni olib borishdan oldin barcha omillarni hisobga olishi kerak. O'zingiz yozgan essangizni o'zingiz bir qayta o'qib chiqing-da, shunda xatosini ko'rasiz. Qayerga to'xtab qolsangiz o'qiyotgan payt, demak o'sha yerda nimadir sizga neto bo'ladi. Shaxsiy fikrim, chet elda ishlash yoshlar uchun katta imkoniyat, lekin ular bu qarorni olib borishdan oldin demaysizda, bu qarorni qabul qilishdan oldin barcha omillarni hisobga olish kerak. Qabul qilishdan oldin. Shu bilan birga o'z mamlakatini yoddan chiqarmaslik va milliy qadriyatlarni saqlab qolish muhimdir. Asosiy qismga fakt bergansan, lekin qani bu yerda statistika, qani mamlakat tadqiqotlari, Zaynab? Tushunmadim. Qani ana ular? Yo'q, mayli. Xo'p, mavzuni san ochib bera olmading demayapman. Mavzuni ochgansan. Qani statistika, qani tadqiqot? Men sizga aytdim, statistikani xohishingiz bo'yicha qo'yaverasiz. Uni uchun siz statistikani bilishingiz shart emas deb qayta aytganman-da. Necha marta aytdim sizga, qo'shing statistika, qo'shing tadqiqot. Mayli, uni rostmasdir, u yolg'on, u to'qing o'zingizdan dedim men. Mana bu asosiy esse uchun qo'llanadigan jumlalarda nima uchun qo'shmagansiz? Qaysini qo'shdingiz mana bundan? Mana. Tepadagi essilarimda hammasida qo'shganman. Bunga kelganda juda ham to'xtalib qoldim. Nima fikrdaman, qanaqa yozish Yo'q, kerak? men sizga qarang, mana tashlayapman.
Shuni birinchi mavzuga yozing. Bugun soat 19:00 ga qadar deyapmanda. Mana bularni tashladimda. Shulardan foydalanganingizni tekshiraman deb yozdim. Nimaga yozgunizcha esingizda mana shuni ham ogohlantirib yozib qo'ydim. Shulardan foydalanganingizni tekshiraman. Nimaga birontasidan foydalanmagansiz? Men nimaga tashladim mana bu narsani sizga? Foydalanmasangiz, statistika yozmasangiz nima kerak bor menga aytib bu narsani? Gapimga hozir xafa bo'lasiz-da. Lekin o'zgartirmaysiz, hech narsani o'zgartirmaysiz. Avval qanday yozgan bo'lsangiz, esingizda yana shunaqa yozasiz. Odina bormi? Bor, ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi kunda ko'plab yoshlar chet elda ishlashni, o'z mamlakatida ishlashdan afzal ko'rayotgan. Bu tasodifiy holat emas. Afzal ko'rayotgani bu tasodifiy holat emas, balki bir qator muhim omillar bilan bog'liq. Avvalo, chet elda ko'pincha yuqoriroq bo'ladi. Nima yuqori bo'ladi? Odina, nima yuqori bo'ladi? Ana bu yoshlar mehnati o'sha kechayotganlik. Qayerdan bilayman uni? O'qing ustoz, oxirigacha davom eting. Yo'q, mana bu gapingizni ayting. Avvalo chet elda ko'pincha yuqoriroq bo'ladi. Nima yuqoriroq bo'ladi? Nimani tushirib qoldirgansiz? Avvalo chet elda ta'limda yuqori darajadami? Moliyaviy darajada daromad yuqori bo'ladimi? Nima yuqori bo'ladi? Keyingi gapni hech kim o'qimaydi. Men bitta gap haqida ma'no tushunarsiz bo'lsa, keyingi gap uni to'ldirib bera olmaydi. O'zingiz o'qing shu gapni qayta. Yoshlar o'z mehnati evaziga ko'proq daromad topishi, oilasiga yordam berishi yoki tezroq moddiy mustaqillikka erishishni xohlaydi. Shuning uchun ko'p yoshlar chet elga borib, ko'p maosh topishni xohlaydi. Xohlaydi. Sen o'tgan safar ham shunday qiluvding. Odina o'tgan safar ham so'z takrorlaydi. Men qo'llamang deb aytuvdim. Aynan senga eslayman. Ikkinchidan, ayrim rivojlangan mamlakatlarda ish sharoitlarini yaxshiroq, mehnatga hurmat, aniq qonun-qoidalar, zamonaviy texnologiyalar va qulay ish sharoitlari mavjud. Bu esa yoshlar uchun jozibador hisoblanadi. Jozibador tushmagan gapga. Manfaatli hisoblanadi desangiz bo'ladi. Bu san'atmidi jozibador deydigan? Yana bir sababi chet elga ishlab yangi til o'rganadi. Har narsaning aks bo'lganidek, biroq aks bo'lgandik bo'lmaydi. Biroq bu holatning ham salbiy tomoni bor. Agar yoshlar ko'p miqdorda chet elga ketaversa, mamlakatda malakali kadrlar kamayishi mumkin. Bu esa iqtisodiy rivojlanishga ta'sir ko'rsatmoqda. Sababi mamlakatda 73% yoshlari chet elga ishlashga ketishsa, malakali kadrlar mana bu kamaya boshlaydi. Shuning uchun mamlakatga hatto katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mana shu 3 ta gapga 4 marta mamlakatni qo'llagansiz. Mana malakali kadrlar kamayishi mumkin. Yana mamlakatning malakali kadrlar yana kamaya boshlaydi. Uslubiy xatolik ko'ryapsizmi? Siz matndan topasiz-ku. Mana test ishlatgan ba'zi kitobda bitta jumlani yana pastda qayta takrorlab qo'ysa, mana shu joyda uslubiy xatolik bor. Matnni 4-qismida, 3-qismida deb topasiz-ku, xuddi shunaqa narsa. Mana shu tepaga aytyapsiz, malakali kadrlar kamayadi deyapsiz, yana pastga aytyapsiz, malakali kadrlar kamaya boshlaydi deyapsiz. So'z takrori bor. Xo'p. Shuning uchun mening fikrimcha yoshlarning chet elda ishlashini afzal ko'rishi tabiiy holat. Yoshlarning chet elga chiqishi yomon emas, lekin o'zim mamlakatni ham unutmaslik kerak, o'z mamlakatini ham deb o'ylayman. Imkoni bo'lsa, kelajakda yurtga foyda keltirish kerak. Xulosa qilib aytganda, yoshlarning chet elda ishlashga intilishi asosan yuqori daromad, yaxshi sharoit va keng imkoniyatlar bilan bog'liq. Faqat shu xulosadan ko'ngildagidek chiqibdi. Yana mamlakat.
Yana mana qarang mana. Yoshlarni chet elda ishlashni afzal ko'rishi tabiiy holat deb aytyapsan Odina. Endi yana keyingi gapingda qara. Yoshlarning chet elga chiqishi. Ko'ryapsanmi? O'zim ketdim, bitta gapda qo'llagan 3 ta so'zingni, yana keyin gapga 4 ta so'z. Yana keyin gapga qo'llayapsiz. Men sizga 4 ta so'z tugul bitta so'zni ham 4 ta gapdan keyin takrorlashingiz mumkin deganman. Siz izma ketdim, bitta so'zni emas, 4 ta so'zni o'zini aynan takrorlayapsiz. Fikrlaringning nisbatan borligi hisobga 23 qo'yapman, statistika borligi uchun. Lekin umuman publisistik uslubda bo'lmayapti Odina. Xuddi kimdirgadir gapirib berganday bo'lyapti. Xo'p, shuni to'g'rilash uchun ko'proq qo'shma gaplardan foydalan. Gapni tez-tez tugatib qo'yma. Masalan, agar yoshlar ko'p miqdorda chet elga ketaversa, mamlakat mana ketaversa bu noto'g'ri-da. Agar mamlakatimiz aholisining bir qismini tashkil qilgan yoshlarning ko'p miqdorda chet elga ishlash va o'qish faoliyatini amalga oshirish uchun ketishi o'z yurtimizda malakali kadrlarning keskin ravishda kamayishiga asosiy omil vazifasini bajarishi mumkin. Ham mana bu asosiy qismingda ko'proq gap bo'ladi, ham ma'niliroq gap bo'ladi. Agar sen qisqa nuqta qo'yib qisqa gap yozsang, sani mana hozirgiga o'xshab so'zing takror kelaveradi. Agar sen qisqa gap qilmay hammasini umumiy qilib bitta gap qilsang, unda unaqa bo'lmaydi. Unda sal tushunarliroq bo'ladi. Sen mana hozir shu gapimni qo'lladim. Endi bu so'zni bitta gapning ichida ikkita so'zni qo'llolmayman degan narsa miyangizda bo'ladi-da. Agar siz hozir gapni qisqa holatda tugatib qo'ysangiz, o'sha ikkinchi gapga o'tyapsiz-ku, undan oldingi gapda qaysi so'zdan foydalanganingizni esingizdan chiqarasiz o'sha. Agar siz buni umumiy sodda gaplarni yaxlit bitta gap qilgan taqdiringizda, o'sha gapingizning ichida bir so'z takrorlanayotgani sezilib turadi sizda. Shuning uchun men sizga qayta aytganman. Essengizni publisistik uslubga tushiring. Essengizda qo'shma gaplardan imkoni boricha ko'proq foydalaning. O'shanda o'qiyotgan odamga yaxshi yetkazib bergan bo'lasiz. O'zingizni fikringiz ham yaxshi keladi keyin. Odina, tushundingmi? Tushundim ustoz. Safargul bormi? Safargul. Sevinch Husaynova bormi? Assalomu alaykum ustoz, borman. Assalomu alaykum. Hozirgi globallashuv davrida yoshlarning dunyoqarashi kengayib, imkoniyatlarga bo'lgan talabi ham ortib bormoqda. Shu sababli ko'plab yoshlar o'z mamlakatida ishlash o'rniga chet elda mehnat qilishni afzal ko'radi. Avvalo, chet elda ishlashning asosiy sababi yuqori daromad olish imkoniyatidir. Statistika S'dan keyin bo'lmaydi. Sevinch, statistik bo'ladi. S'dan keyin sira ketadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, rivojlangan davlatlarda o'rtacha ish haqi rivojlanayotgan mamlakatlarnikiga nisbatan bir necha baravar yuqori. Masalan, Janubiy Koreya, Germaniya yoki Yaponiya kabi davlatlarda oddiy ishchi ham mahalliy bozordagiga qaraganda ko'proq maosh oladi. Shu sababli yoshlar qisqa vaqt ichida pul yig'ish va oilasiga yordam berish uchun chet elga chiqadi. Chet elga chiqadi demangda, shuni chiqadi, ko'cha tili bo'ladi. O'z faoliyatini chet elda davom ettirishni xohlaydimi, yoki chetga ketishga majbur bo'ladi deb davom ettirsangiz bo'ladi. Har supraning noni boshqa deyishgandek, biroq bu holatning ham salbiy tomonlari bor. Mana ikkinchi argumentga o'tish uchun qo'llagan fikring esse mavzusiga tushmagan. Har supraning noni emas, boshqa o'sha ikkinchi argumentga o'tish uchun berilgan obrazetslar bor-ku, o'shandan boshqa biron bir ma'qulini toping.
Lekin bu tushmaganda eng katta muammolardan biri malakali yoshlarning mamlakatni tark etishi. Bu esa kelajakda rivojlanishga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, oila va yaqinlaridan uzoqda yashash ham oson emas. Xo'p, mening shaxsiy nuqtai nazarimdan kelib chiqadigan bo'lsak, yoshlarning chet elda ishlashga intilishi tabiiy hol. Chunki har bir inson yaxshi hayot kechirish, yuqori daromad topish va o'z imkoniyatlarini kengaytirishni xohlaydi. Muxtasar qilib aytganda, yoshlarning chet elda ishlashni afzal ko'rish asosan yuqori daromad, yaxshi ish sharoiti va keng imkoniyatlar bilan bog'liq. Bu tabiiy jarayon bo'lsa-da, uning salbiy tomonlari ham mavjud. Shuning uchun o'z mamlakatida ham yetarli imkoniyatlar yaratilsa, yoshlar yurtda qolib ishlashni tanlaydi va mamlakat rivojiga katta hissa qo'shadi. Qara, nima, Sevinch, mana bu xulosa qismingdagi mana bu fikr bor-ku, asosan yuqori daromad, yaxshi ish sharoiti degansan-ku, mana shu narsani san mana bu xulosada yozgan narsangni asosiy qismda ham yozgansan-da. Shuning uchun xulosada bu narsani yozishing xato. Sen hozir xulosada ham qaysidir tomon haqida ma'lumot berib qo'yapsan. İşte mana bu yerda muxtasar qilib aytganda, yoshlarning chet elda ishlashi dan tabiiy jarayon bo'lsa-da, uning salbiy tomoni mana chet elda ishlashi, mana bu daromad, yaxshi ish sharoiti, imkoniyat yozmaymiz. Chet elda ishlashi, mana budan boshlab ketamiz keyin. Bu tabiiy jarayon bo'lsa-da, uning salbiy tomonlari ham mavjud. Shuning uchun o'z mamlakatida ham yetarli imkoniyat. Sen xulosada neytral bo'lib berishing kerak-da. Ayni bir tomon haqida fakt bermasing kerak. Agar sen mana buni yozsang, o'rtadagi yuqori daromad, yaxshi sharoit, keng imkoniyat deb yozsang, sen yana chet elga ketmoqchi bo'lganlarni tarafini olganing va o'sha tomon haqida ma'lumot berganing bilinib qoladi-da. Shuning uchun bu narsani yozmang. Neytral bo'ling-da xulosada. Statistika qo'shibsan, xo'p, tadqiqot qo'shibsan. Ayrim joylarda so'z takrorlari bor. Fikr sal kamroq, dalil sal kamroq. Nisbatan bo'ladi. Xo'p. Sevara. Teshayeva. Teshayeva Sevara. Xo'p. Bormi Sevara chatda? So'nggi yillar davomida anchagina yoshlar o'z yurtlarida ishlashdan ko'ra chet elda ishlashni afzal deb bilishmoqda. Agarda biz chetdan olib qaraydigan bo'lsak, ko'plab yoshlarning chet elda ishlashlariga sabab bu yuqori maosh ishlarning mavjudligidir. Masalan, Yapondan olaylik, u yerning eng kam ish haqi 20 million so'mni tashkil etadi va chet elda ishlashni yana bir afzal tomoni tashkil etadi deyapsiz, nuqta qo'yapsiz-da, keyin yangi fikr yozyapsiz-ku. Sal bir o'rtasida bog'liqlik bering-da. Va shu bilan bir qatorda, men o'zimdan qo'shib ketyapman. 20 million so'm tashkil etadi va shu bilan chet elda sal yaqinroq bo'lsin-da, oyoq osmonda bo'lmasin gaplar munosabatini. Chet elda ishlashning yana bir afzal tomoni shundaki, bu yoshlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlaydi. Bu esa albatta ularning shaxsiy hamda kasbiy o'sishlariga katta hissa qo'shadi. Har narsaning yaxshi va yomon tomonlari xo'p. Bo'lgani kabi chet elda ishlashning salbiy tomonlari mavjud. Birinchidan, yoshlarning yurtidan uzoqlashishi, ikkinchidan, madaniy farqlanish va sog'inch. Bu inson ruhiyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin yoki bo'lmasa aldanishni olaylik. Katta maosh berilishini aytib, ularning chetlariga olib borgach, shaxsiy hujjatlarini olib qo'yish yoki odam savdosi kabi salbiy tomonlari mavjud. Mening fikrimda to'xtaladigan bo'lsak, yoshlarimizning chet elda ishlash, tajriba orttirishi yomon emas albatta, lekin baribir o'z yurtimizda ishlashga nima yetsin? O'zga yurtda sarson bo'lib yurgandan ko'ra o'z yurtimizda o'rin joyli bo'lib yurganimiz ma'qul. O'rin joyli degan so'z tushmagan. O'z yurtimizda ozodlik va erkin hayotda yashaganimiz ma'qulmi deshing kerak. Xo'p.
So'zimning oxirida shuni aytib Mhm. o'tmoqchimanki, chet elga ketishdan oldin uni albatta salbiy va ijobiy tomonlarini o'ylab chiqish kerak. Nima? Mana bu nima? Tog'imi, tug'imi nima bu? Sevara nima bu? To'g'rimi? Reis chiqarmidi? To'g'ri, to'g'ri, chet elda ishlash yaxshi, lekin baribir o'z yurtingda tinchgina ishlashga nima yetsin. Manga yoqqan tomoni bitta mana bu tomoni yoqdi. Chet elda ishlashning salbiy tomonlari odam savdosi, shaxsiy hujjatlar, shu anaqa berilgan faktini hayotdagi tadqiqot bilan isbotlab bergani yoqdi. Xo'p, mana yana baribir sodda gaplardan foydalanasan. Birinchi qismingga statistika yo'q. Mamlakat tadqiqoti bor, statistika yo'q. Keyin imloviy xatolik so'zlaring bor. Qaytaraman. So'z qo'shma gaplardan foydalaning. Iltimos, qo'shma gaplardan foydalaning. Chattaligingizni bildirmaysizmi, Safargul? Safargul dedimmi? Men qayerdan bilay? Men siz yozishmangizga kirganim yo'q. Men esingdan o'tkazib ketyapman. Dilra bormi? Uzr, ustoz, tekshirib bering. Xo'p, hozir Dildora bormi? Alaykum ustoz, borman. Xo'p, milliy rivojlanishning yangi davriga bosma-bos qadam bosayotgan mamlakatimizda navqiron avlodlar xorijiy davlatlarda faoliyat ko'rsatish muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Navqiron avlodlarning navqiron avlodlar xorijiy davlatlarda, gap avlodlar haqida kelyaptimi, davlatlar haqida ketyaptimi? Muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shunga ko'ra ba'zilar o'zga yurtda ishlashni ustun deb bilsalar, boshqa toifa vakillari o'z yurtida xizmat qilishni ma'qul deb hisoblashmoqda. Shu noto'g'ri. Men esse mavzusini tushunmabsan. Sizga o'z yurti haqida gap ketmagan. Shunchaki o'zga yurtda ishlashni afzal ko'rish haqida gap ketgan. O'shani salbiy ijobiy tomoni yozishingiz kerak. Mana o'zini yurtida ishlashni afzal ko'ryapti degan joy qayerdan oldingiz? Unaqa joy yo'q esse mavzusida. Barchaga ma'lumki, bu borada birinchi fikr egalari yetarlicha asos dalillarga ega. Birinchidan, moddiy resurslar oshiradi, negaki chet elda mehnat qiladigan insonlar mo'magina daromad to'plashadi. Ikkinchidan, dunyoqarashlari kengaytiradi, chunki turli xil vakillar bilan fikr almashadi. O'zbekistonda 15% aholi chet elda faoliyat ko'rsatib, moddiy sharoitni oshiradi. Kam-ku bu 15%dan ko'p ketgan-ku. Shuni ham bir chiroyroq qo'llang-da. Mamlakatimizda istiqomat qiluvchi aholining 15% chet elda o'qish va ish faoliyatini amalga oshirish uchun jo'nab ketgan. Shunaqa deng-da, aholi chet elda faoliyat ko'rsatib moddiy sharoitni oshiradi deyish ko'cha tili bo'lib qolgan. Biroq ikkinchi tomoni ham fikrlarni inkor etib bo'lmaydi. Avvalambor farzand tarbiyasida ishtirok etish, bolalarning ulg'ayishini bevosita kuzatish va qilgan xatolarini o'z vaqtida to'g'ri yo'naltirish. Qolaversa, hamma bilan erkin muloqot qilsa bo'ladi. Hamkasblar va mijozlar bilan o'z ota-ona tilingizda muloqot qilish ish unumdorligini oshiradi. Yaqinlarni bag'rida ishlash u musofirlik stressini yo'qotadi. Nimaga mana bu yerda ikkita virgul qo'yib ni yozgansan? Dildora, savolimga javob ber. Nimaga mana bu yoqqa ikkita virgul qo'yib ni yozgansan? Mana bu stress o'zbekcha so'z emas-ku. Men uni o'zbekcha qilib yozolmadim, keyin qo'shtirnoqqa olib yozdim-da. Kursini oshirgan joyi qani? Mana musofirlik stressimi?
Shunday. Bu esa ish unumdorligini nima mana bu va hayot sifatini oshiradi. Mening fikrimcha, yoshlar o'z yurtida faoliyat ko'rsatgani afzalroq. Negaki musofirchilikda hop insonlar xorijliklar tomonidan zulm ko'rganlar nima demoqchi bo'lgansan, ishlaydigan ba'zi bir insonlar xorijliklar tomonidan zulm ko'rganlar, xorijliklar tomonidan qilingan ishlardan aziyat chekkanlarmi, shunaqa desang kerak edi. Xulosa qilib aytganda, xorijda moddiy imkoniyatlar keng bo'lishi mumkin, biroq o'z yurtida ishlash insonning ruhiy xotirjamligini va oilaning baxtini ta'minlaydi. Zero to'g'ri tanlov kelajak muqaddimasi. Yaxshi yozgansan, Dildora. Kirishingda sal netto bo'lib qolgan. Ikkinchi argument noto'g'ri yozgansan. Statistikani kam qo'llagansan, lekin shaharda qolib ishlaganini qanaqa yaxshi tomoni bor, keyin chet elda nimani minus tomonlari borni shaxsiy hayot bilan aytgansan. Bolalarning tarbiyasiga ta'sir qiladi, hamkasblar bilan muloqotiga yaxshi ochgansan, lekin mamlakatni tadqiqoti bilan statistikani to'g'ri qo'lla. Qo'shma gaplardan ham, kirish so'zlardan ham yaxshi foydalangansan. Mana aytgan narsadan foydalan. Mana bir milliy rivojlanish, yangi davr man tashlab bergan narsada bor edi. Barchaga ma'lumki, bu borada birinchi fikr egalari ham o'sha joyda bor edi, o'shani ichida. Undan yaxshi foydalangansan. Sen qilayotgan ishing statistikani to'g'ri qo'y, mamlakatni tadqiqotlarini ham joylashtir. O'shanda yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Tushundingmi, Dildora? Tushundim, ustoz. Safargul qani? Bugungi rivojlanib borayotgan davrda yoshlar chet elda ishlashni o'z davlatiga ishlashdan ustun ko'rmoqda. Hozirgi kunda ayrim yoshlar ota-onasidan, oilasidan, o'z vatanidan uzoqlashib chet elga ketmoqda. Rossiya, Turkiya, Koreya va boshqa davlatlarga ketib, turli xil ishlar bilan band bo'lgan holda daromad topmoqda. Rossiya O'zbekistondan kelgan 30 yoshli Alisher Usmonov Rossiya kiyim-kech mana bu gapni nima demoqchisan? Rossiya O'zbekistondan kelgan 30 yoshli Alisher Usmonov Rossiyada kiyim-kechak zavodi ochgan. Rossiyaga O'zbekistondan kelgan deb yozmoqchi bo'lganman-da. Nima esse menga tashlashingizni oldin esse o'qib ko'rmaysizmi? Hozirgi kunda ayrim yoshlar ota-onasidan, oilasidan, o'z vatanidan uzoqlashib chet elga ketmoqda va boshqa davlatlarga ketib. O'rtasida 4 ta so'z bor. Ketmoqda, ketib. Turli xil ishlar bilan band bo'lgan. Nimaga qilasiz? Mujmalroq qilib aytasiz. Ochiqroq ayting. Chet elga turli soha va yo'nalishlar bo'yicha faoliyat olib boradi. Ayrimlar ta'lim va ish yo'nalishida, ayrimlar faqatgina ishlash faoliyatini amalga oshiriladi. Ayrimlar ishlash faoliyati bilan bir qatorda ta'lim sohasini ham teng barobar olib boradi deb gapiring. Sherigingizga gurung berayotganday yozmang, iltimos sizdan. Turli xil ishlar bilan band bo'lgan holda daromad topmoqda. Rossiyadan O'zbekistonga kelgan 30 yoshli Alisher Usmonov Rossiyada kiyim-kechak zavodini ochgan. Qachon ochgan u? Kiyim-kechak вообще yedirdi. Qo'shtirog'da chop yozgani. Insonlarning ijtimoiy ehtiyojlarini qondiruvchi bir qancha zavod va fabrikalarni barpo etgandek. Rossiyalik ishbilarmon Alisher Usmonov yana mana tepada Rossiya davlatiga Alisher Usmonov, yana bu yerda yana rossiyalik ishbilarmon Alisher Usmonov. Shuni bitta qo'shma gap qilsangiz bo'lmasmidi?
Rossiyaga O'zbekistondan kelgan 30 yoshli Alisher Usmonov Rossiyada insonlar ehtiyojini, ijtimoiy holatini qoniqtiruvchi zavod va fabrikalar faoliyatini barpo qilgan va shu bilan birgalikda u bir oyga 20 million pul topish hamda 18 millionni o'z davlatiga mehribonlik uyiga ehson qilishni rejalashtirgan va buni amalga oshirgan. Yana mana El-Yurt gazetasi Rossiyaga ishbilarmon Alisher Usmonov. Mana shu yerda bir 9 marta Alisher Usmonovdan foydalanilganda. Nimaga qayta-qayta takrorlagansan, Safargul? Qilayotgan ehsoni aytilmoqda. U insonning deng, ham yurtimizning deng,